Assalomu alaykum. Yurtdoshlar, vatandoshlar, yaxshimisiz? Xudo xolasa, boya aytganimdek, dastavka masalasi bo'yicha aytgandim. Mana pluglarni yasayapmiz zakazga. Xudo xolasa, dastavka O'zbekiston bo'ylab muammo bo'lmaydi. Xudo xolasa, yangi mashina oldik. Mana ko'rishingiz mumkin. 4 talik gacha bo'lgan pluglarni ortdik. Endi 5 talikni ham ortsa bo'ladi. Yangi turibdi. Albatta bu mashinani reklamasi emas. Xudo xolasa, el xizmatida shu dastavka bo'yicha nimalarni jak rusumli mashina. Bemalol 3 talik, 4 talik pluglarni ortib, O'zbekiston bo'yicha Vodiy, Toshkent, bu yoq Samarqand, o'zimiz Xorazm, Qoraqalpoq ketaveradi xudo xolasa. Bu tarafda legenda traktorimiz turibdi. Sotuvda plugingiz bormi deb so'rashayotgan akalarga. Sotuvda plugimiz bor, o'sha ko'rsatgan traktorim plugi bor, 3 talik aylanma plug. 100% ispitaniyadan o'tib turibdi. Mana ham ko'rsatamiz. Sotamiz. Zavodskoy balonlari bilan. Mana ko'rishingiz mumkin. Обычный lemuxlarda ishlangan. Shunday taqib ishga chiqib ketaveradigan holatda turibdi. Hammaga katta rahmat. Videoni maksimalni tanish bilishlarga tarqatib bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Xudo xolasa inshaalloh.